Assalomu alaykum. Bizda yangiligimiz bor. 3D kompyuter razvalimiz ishga tushdi. Xudo xolisa hozir usta akadan bu haqda ma'lumotlar so'raymiz. Manzilimiz PMK Kalsavoydan Hisorakka kirganda. Xo'p, bizga klientimiz BYD Song Pro olib kelganlar. Hozir buni razval qilish jarayoni ketyapti. Assalomu alaykum, usta aka, yaxshimisiz tarjimasdan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Aka, bu mashinamizda nima ishlar olib borilyapti endi? Bu avtomobilimiz mana BYD avtomobili bo'lib, Song Pro bo'ladi. Har bitta avtomobil o'zining markasi, o'zining yili, o'zining ishlab chiqarilgan nusi bo'ladi. Balon razmeri, nima hadovoga ketgan hammasini ko'rsatib turadi. Bu mana avtomobilimiz Song Pro. 2018 balon, 19 balon, 225, 17 balonlardan boshlab 19dan tepasiga qarab ketgan hammasi. Bu kompyuter afzalligiga fon orqasini, oldini, 4 ta balonini hammasini razval sqajleniya qiladi. Nitoki inomarkalarga barcha turdagi avtomobillarimizni farqi yo'q. Bu kimlargadir aytish mumkin, faqat inomarkami? Mana barcha Changan, Chery, Chevrolet, DAF bu degani katta Kamazlar emas, yengillar aka. Mana bizda mana gaz, ya'ni Volgalar aka, hamma Volgalarning anisi, markasi, yili, ishlab chiqarilgan sanasi. Mana bu oxirgisi Chrysler deyiladi u. Aka, mana shu Gemni o'ziniki, amerikanskiy, Astana, qanaqa avio, xullas barcha turdagi aka, hammasi bor bizda. Honda deydimi? Kompyuter kimlardir Jigulini o'qimaskan deyishi mumkin. Mana Lada, Niva hammasi bor ekan. Mana Lada desak, mana barcha turdagi 06, 01, dan boshlab 07 gacha. Largus, Kalina, Optima, Oka, Niva aka, Samaralar hammasi bor. Hozir bunda qilinayotgani aka, men BYD'siga qarab chiqib boraman aka. Bu o'zimizning eski klientlar oldindan kelib yurishgan bizga. Mana balonlarni ko'rsatib qo'yishingiz mumkin aka. Balonni qo'yganimizga 70 ming kilometr yurgan mashinamiz. Olinganidan beri polностью razval qilinadi. Bu yerda mana orqa qismlardan hozir mana ko'rasiz, hozir sekin nastroyga qilamiz mashinani. Keyin programmaga har bir o'zidan kelib chiqadi aka. Qaysi tomonga qaysi nimani burashligi. Mana hozir bitta liniyada turgani mashinani. Aytib o'zi qaysi tomonga itarish kerak, qaysi tomonga burash kerak mashinani sekin buraladi, itariladi. Толкайте автомобиль вперед. Толкайте. Прекратите толкнуть автомобиль. Собирать данные. Компенсация закончена. Mana aka shu ko'rsatib turibdi, mana bu orqa qisminiki. Orqa qismi normalni, old qismi normalni. Mana chap tomonimizda ozgina ochib qo'ygan joyi bor. Hozir ozgina to'g'rilab qo'ysak, xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi aka. Mana hozir hammasini to'g'rilab qo'ydik aka. Oldi mana olti bo'ladi, sentri bo'ladi. Orqalari ko'm-ko'k. Sentrovkasi hammasi joyidagi. Mana bular boshqa mashinanikiga qarashli. Barcha o'zining mashinalari har bitta programmasini, o'zini sifri, o'zini metkasi bor ekan. Bu hozir BYD mashinasini to'g'rilab qo'ydik. Mana shu tayyor holatdagi barcha mashinalar farqi yo'q. Qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar. Klassik, SSLskiy farqi yo'q ekan. Hammasini chiroyli qilib razval sqajleniya qilib beramiz. Usta aka, rahmat, ishlaringizga omad, charchamang. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, chiroyli qilib bitirib beramiz. Aloqaga chiqishinglar mumkin.